bugun tug'ilgan kunim, ura! Bugun seni tug'ilgan kuningga mendan sovg'a hech qanaqa ish buyurmayman. Yes! Nima ish qilishni o'zing tanlaysan. Moldan tegim tozalaysan, ko'chani shipirasan, o'tin terasan. Hep bo'ldi, jonga tegdi. Meni ajrat turganinglar, ajratgan o'rtanchi farzand. Faqat menga ish buyurasizlar. To'yib ketdi hammasiga. Bolam to'xta. Bu arqon qimmatroq edi. Mana buni ola qol. Mana katta o'g'lim, kichkina o'g'lim qishda sovqatmalaring deb yangi eshik qo'yib berdim sallaga. Zo'r ekan. Dada, meni ham xonamga eshik qo'yib bering. Yo'q, eshikni nima qilasan? Senga salafan qoqib beraman. Prosta ichkarida qo'y ham sovqatib qo'yapti-da. Bo'lmasa eshik qo'yamiz. Rahmat sizlarga, tabriklashinglarni bilardim. Sizlar meni haqiqiy oilamsizlar. Sendan tuxum oldim, sendan sut oldim. Rahmat tabriklaganinglarga. Happy birthday to you. Tabriklamaydi deb o'ylayapman. Mana senga bilet. Bilet? Voy dada, qaysi? Chet elda dam olaman. Qanaqa dam olish? Bizni boqqani Rossiyaga ishlagan ketasan, jinni. Akangni to'yini qilish kerak mana, qaragin. Uning uchun sen pul ishlab, bizga Rossiyadan turib jo'natib turishing kerak. Uning uchun senga milliy pay ilovasi kerak bo'ladi. Hozirgacha qo'y. Oy, pullarni jo'natishing oson bo'ladi bu ilova orqali. Bizga Uzcard, Humo, Visa, farqi yo'q, любой kartaga tashirasan. Undan tashqari Rossiyada turib, bizning uydagi kommunalkalarni ham to'lash imkoniyating bor. To'lab turgin, tushundingmi? Skachat qoldim, Rossiyaga boraman, ishlayman. Faqat oyog'imdan zax o'tib ketdi, oyoq kiyimim yo'q dada. Qo'lingizni paket kerak bo'lsa berib turing. Qaysi oyoqlar? Baraka. Mana o'g'lim. İkincisini ham kiyib olish shamollab qolasan. Like the narco, got dope like Pablo.